Medovый mes degani nima degani? Hop, medovый mes degani u yo'q narsa. Medovый mes birinchidan medovый mes emas, shu Ibn Sinoni 3-tom kitoblarida yozib qo'yibdiki, xotin juftlik bo'lgandan keyin deyapti, 40 kun, hali bizda eski qolgan gaplar bor, chilla deyishadi, 40 kun chilla deydi. Demoqchiman, o'sha 40 kun ichida asal iste'mol qilib yursin shu yoshlar deb aytyapti. Ana buni endi asalni mana xususiyatini ham o'sha yerda yana aytiladi. Buni mazmuni chaqsa bo'ladi. 40 kun asal yeb yursin degani, o'zi bu subhanalloh, bu degani butun tanangizga vitamin, subhanalloh bo'ladigan zurriyot ham sog'lom, baquvvat, durkun bo'ladi. Yana bir aytaman, mana mahsulotlarim ham hammasi 90% asaldan tashkil topgan. Yana shu yer yuzidagi bor shu Alloh bergan ne'mat, ildiz, giyohli bo'ladi.